Samarqand shahar parkka yaqin Abu Rayhon Beruni ko'chasi Kiwi magazinini shunday orqasiga o'tganda 5 qavatlik binoni 3-qavatda joylashgan Naxt 3 xonali xonamiz srochini sotuvga chiqqan. Remonti sredni gap bilish mumkin, juda ham yaxshi. Parda, konditsioner, televizor, hamma sharoitlari bor. Mana shu bitta xonasi bo'ladi. Bu polnoценный 3 xona bo'ladi. 3 xonaliklarni bilasizlar, kadastrida 55 mi 56 mi shunaqa yoziladi. Lekin bular 70 kvadratdan ziyod. Chunki bularni mana shu zakreti balkonlari, prixoshkalar birontasi kadastrga kiritilmaydi. Zakreti balkon ham garderob shkaf qilgan, gap bilish mumkin emas. Dehqonni o'zini qo'lidan olasizlar. Qarochi mana shu tashqari taraf eshik, tashqari taraf eshikdan kiraverish. Mana shu prixoshka zona har bitta uyga alohida kiriladi. Bitta zal, ikkita zal, mana bu uchinchisi bo'ladi. Uchinchisi ham gap bilish mumkin emas. Hammasiga parda, gilam, sharoiti, zakoni. Ana endi kuxnisi alohida ofshi sanuzel bo'ladi. Hamma sharoit bor, ariston, pariston. Bu esa kuxni, gigant kuxni bo'ladi. Hamma sharoiti bor. Gaz plita bilasizlar, vokzal territoriyasiga parkka 1 minutlik yo'l, piyoda 1 minutlik yo'l. 68 ming yana ozgina savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastdan olmay qoldiramiz. Srochni aloqa chiqaveringlar.